Yana bir marta assalomu alaykum. Mana anjirlarimizni tagiga mana o moslama orqali mana ko'ylab bir piyoladan mana har birining 3 joyiga karbamid solib chiqyapmiz mana. Karbamid solib chiqyapmiz. Mana bu namligida yaxshi bo'ladi-da. Namligida bu namda erib yerga singib mana nimalarimizga foydasi bor. Mana o'tgan safargi solgan dorimizni mana izlari mana. O'tgan safar aralashma dori solganmiz. Har xil kaliy, kalsiy, har xil dorilardan olib har birini 2 joydanga bittadan kasadan solganmiz mana. Bitta ham turibdi mana o'zi yer o'zgarib turibdi mana. Ikkitadan joy mana. Bittasi mana yerda bo'lsa, bittasi mana yerga solganmiz. Endi uzoqroqqa mana karbamid solyapmiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana shu holatda ishlov berib qo'yinglar.